Peterburgdan Samarqandga Chiriz Vunukov akalarimiz uchadi. Shu yoqdan kiringizlar. Shu yoqdan. Aylanib kiringizlar mana. Hozir 8 kishi. Ana akalar, Sankt-Peterburgdan Vunukovaga, Vunukovadan Samarqandga 15.700 dan boshlanadi to 18.800 gacha akalar. 10 kilo ruchnoy bilan. Ruchnoylar to'g'riladingizmi? Sizniki ketadimi? Menimcha ketadi. Siz to'g'riladingizmi ruchnoyni? To'g'riladimi? To'g'riladimi? Bo'ldi. Yo, tarozi normalmi? Bu iniga sig'maydimi, sig'adimi shuni bilish kerak. Inoga solib ko'ramiz hozir. Hozir to'g'rilaymiz. Bir xil tarozi emas. Bo'ldi. Xo'p, akalar, hozir biz akalarimizni jo'natyapmiz. Mana aeroport Pulkovo 24-sentyabr. Akalar biletlar olaveringizlar, chiroyli qilib o'zimiz kuzatib qo'yamiz. Bizdagilar bo'lsa mana akalarimiz o'zimiz o'tkazdik mana hozir. Har kunga reyslarimiz bor. Sankt-Peterburgdan Vunukovadan Samarqandga. O'ziga ishongan akalarimiz 1 soat 50 minut o'chadi. Arzon, tramvay 30 minut turgan joyda endi tramvayga ham odamlarimizni bugun Namanganga uchirdik. Kech qolabay. To'g'riladingizmi? Ha? Vunukovchazlar. Tamam. Yo'q, pasport berasiz o'tkazamiz hozir. Men Subaganddan kelishaman. Yuring. Hammamiz yuringizlar. Xo'p, akalar, bu siznikimi? On. Mana buni on. Bu sizniki. Brat, buningizni olmang. Mang. Xo'p, akalar. Mana bu sizniki. Yana ham tushuntiraman. Qonuni yo'q? Yo'q, qog'oz yo'q. Qog'ozi bo'la elektron. Sankt-Peterburgdan mana Moskvaga uchasizlar 20:25 da 1 soat vaqtingiz bor. Vxod 11 ga borasiz. Bo'ldi. Vxod 11 ga. Onlayn bo'lsa ham bo'ladi, registratsiya bilan. Mana u yoqda bor uchasizlar. Uyga qo'ydirganman-da. Shot yo'q, onlayn ham bo'ladi. 21:10 da uchish. Moskvada aka 1 soat vaqtingiz bor, iltimos. Billa bo'lasizlar, uchasizlar. Sizlarga oq yo'l. Bitta aeroport bo'lgan bilan qolib ketadigan akalarimiz ham bor. Kecha qolib ketgan. To'g'ri berdingizmi? Siznikimi? Tamam, hammasi. Ana Quldosh Zafar sizku. Men Quldosh Zafar. Ha, mana bu bundaysiz. Davrat. Mana. Siz o'ynang ikkitasini bering. Nega registratsiya bo'lmaydi? Bo'lib turadi. Hozir yana bachchalar bor. Bunga 15 ta odammiz burada. Shu aravga. Ular kechiga hali sizlar erta keldingiz, chotga. O'yna Namanganga odamlarimiz yel-yel o'sib ketib qoldi. Hayron qolaman. Men sifa bilan yozilmagan deyman. Mayli akalar. Men yana bir bor. Qanday? Biz shu yerdamizmi aka? Lekin siz registratsiya qilmayman. Olib yuring, kelgan